Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatib o'tirasiz do'stlar. Bugun ko'chmas mulkimiz, xudo xolosa. Bog' qushini ro'parasida 60 kvadratli ikki xonali kvartiramiz lifti bor, hozircha ishlamay turibdi. Lift bor ekan bu domda, hozircha ishlamay turibdi. 60 kvadratli ikki xona garaj eshiklarimiz ham ajoyib firmenli eshiklardan turayski. Bismillahirrohmanirrohim deb girsak. Girgandan kanalimiz hurmatli obunachilari girgandan buyonimizda aynan saunzelimiz, hojatxonamiz, hammilari kafel. Yurib turganlarimizning pastlari, pollar ham kafel, potoloklarimiz plastik ekan yurtdoshlar. Gaz, svet, suv transportidan boshqa muammosi yo'q bu yerda. Kulchatillar hammasi qo'yilgan, alohida qilib. Bu yerimizda kakki ullu dalanning, ya'ni shunday ullu dalanning bo'lib turibdi aziz do'stlar. Endi bog' qushi to'yxonasini hamma biladi deb o'ylaymiz. Bog' qushi to'yxonasi ham shunada. Lokatsiyamiz ham yomon emas bu yerda. Kanalimiz hurmatli obunachilar, bu yerimizda oshxonasi. Mebellar bor ekan, xolodilnik bor ekan. Duh konturli katollar ham turibdi. 60 kvadratli ham normal kvadrat ekan. Qanday patologlarimiz ham e'tibor etamiz, patologlarimiz ham tayyor. Hammalar tayyor, to'g'ri girib yashaladi. Bu yonimizda bir xonasi yurtdoshlar, ya'ni spalnisi. Bu domimiz yo'lni dik bo'yinda joylashgan bu. Dik yo'lni bo'yinda joylashgan birimiz spalni. Spalnilar g'allar turibdi bu xona. Bu yonimizda yana bir xonasi. Aziz do'stlar, bu xonamiz ham mehmonxona. Svetini qilib bersak, yana svetlari hamma narsasi tayyor, to'g'ri girib yashaladi. Patologlarimiz figura qilib sotilib turibdi. Devorlarimiz fon urilib turibdi. Pastlarimiz hammilari laminat, alohida topinasi ham bor. Kanalimiz hurmatli obunachilari, kimda kim reklama berajak bo'lsa, bemalol Telegramga reklama chiqarib, tez qulay sotib berib turibmiz. Sotishga yordam qilamiz. Aziz do'stlar, shu joyimizga like'larni bosinglar. Bog' qushi to'yxona yonidan qidirib yurgan do'stlarimiz bo'lsa, shu joyimizni tarqatishga yordam beringlar. Like bosib beringlar, podpisatsiyadan chiqmas aziz do'stlar.